Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun juda muhim, ba'zilaringiz uchun esa savotirli yangilikni muhokama qilamiz. Bu ma'lumot sizning yaqinlaringizga, ota-onalaringizga, bobo-buvilaringizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. So'nggi paytlarda ko'pchilikni tashvishga solayotgan bir savol bor. 1930 yildan 1965 yilgacha tugilgan pensionerlar aprel oyida qanday yangi tekshiruvlarga duch keladi? Bu savol juda dolzarb va uning javobi har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shu bois hozircha ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki siz keyingi daqiqalarda eshitadigan ma'lumotlar shunchaki ma'lumot emas, balki aniq ko'rsatmalar va muhim ogohlantirishlardir. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalo tushunib olaylik, nima uchun bu tekshiruvlar aynan hozir va aynan shu yosh guruhiga tegishli. Ilgari pensionizatsiya tizimi ko'proq avtomatik tarzda ishlardi. Odatda mazamdalitada fuqaro pensiya yoshiga yetganda hujjatlarini topshirar, pensiya tayinlanar va keyinchalik muntazam ravishda nafaqa olib kelar edi. Har qanday o'zgarishlar, masalan, yashash joyining o'zgarishi, ishga joylashish yoki daromad manbalarining paydo bo'lishi kabi holatlarda pensionerning o'zi pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va tegishli ma'lumotlarni taqdim etishi kerak edi. Ammo amaliyot shuni shakkok koktok shona ko'plab pensionerlar turli sabablarga ko'ra bu majburiyatlarni to'liq bajarmaganlar, ba'zilar shunchaki bilmasdilar, boshqalar unutishgan, ayrimlar esa bilib turib ma'lumotlarni yashirishga urinishgan. Natijada pensiya muatamaka awmata psijtepma benkan siyakaya batalna ana alati zimili da juda ko'p muvofiqliklar, noto'g'ri to'lovlar va hatto suiiste'molliklar paydo bo'ldi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlat pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli idoralar o'rtasida axborot almashinuvi kuchaytirildi. Xususan raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Bu shuni anglatadiki, turli davlat organlari, masalan, Ichki ishlar vazirligi, soliq idoralari, bandlikka ko'maklashish markazlari, kadastr agentligi va hatto Bokso, Shikana, Kotato, Tokso, Ma'in itib Tasi endi ma'lumotlarni bir-biri bilan tezkor almashish imkoniyatiga ega. Bu esa pensionerlarning holati haqidagi ma'lumotlarni muntazam ravishda va avtomatik tarzda yangilab turishga imkon beradi. Aynan 1930 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensionerlar qatlamiga e'tibor qaratilishi sababi shundaki, bu guruhga mansub fuqarolar Sovet ittifoqi davrida ish faoliyatini boshlaganlar va hozirda pensiya olishmoqda. Ularning ish staji, daromadlari va yashash joylari haqidagi ma'lumotlar arxivlarda qisman qog'oz shaklida saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, ularning hayotida turli davrlarda ko'chishlar, ish joyini o'zgartirishlar, yashash sharoitlarining o'zgarishi kabi holatlar ko'proq kuzatilgan. Aynan shu yosh oraligi so'nggi yillarda migratsiya jarayonlarida ham faol ishtirok etgan, ya'ni xorijga chiqish, uzoq vaqt chet elda yashash holatlari ularning orasida ham mavjud. Bu esa pensiya jamg'armasi uchun ularning hujjatlarini yangi tizim orqali tekshirishni dolzarb qilib qo'yadi. Aprel oyidan boshlab esa ushbu guruhga mansub pensionerlarning ma'lumotlari kompleks tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu tekshiruvning asosiy maqsadi pensiya tayinlash va to'lashdagi har qanday nomuvofiqliklarni aniqlash, noto'g'ri to'lovlarni bartaraf etish va adolatli pensiya tizimini ta'minlashdir. Birinchi asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim shavotirlanish kerak va kimga hojat yo'q. Keling, endi bu tekshiruv nimalarni qamrab olishini, kimlar e'tiborli bo'lish kerakligini va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu tekshiruvda pensiya jamg'armasi bir nechta asosiy jihatlarga e'tibor qaratadi. 1. Yashash joyi haqidagi ma'lumotlar. Pensiya olish uchun fuqaro doimiy ravishda O'zbekiston hududida yashashi kerak. Agar siz chet elda doimiy yashash uchun ketgan bo'lsangiz, pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Yangi tizim chegara nazorati fuqarolik va migratsiya boshqarmasi ma'lumotlari bilan bog'langan bo'lib, pensionerning mamlakatdan chiqib ketmagani va qancha vaqt davomida tashqarida bo'lganligi avtomatik ravishda aniqlanadi. Misol, Toshkent shahrida yashovchi 1948 yilda tug'ilgan Murod aka. Uning 2 farzandi Rossiyada doimiy yashaydi. Murod aka oxirgi 5 yil ichida har yili 6-7 oyini farzandlari bilan Rossiyada o'tkazib kelgan. U O'zbekistonda ro'yxatda turgan va pensiyasini plastik kartasiga qabul qilgan. Tekshiruv natijasida uning har yili uzoq muddatga chet elga chiqib ketishi aniqlansa,
unga pensiya to'lovi to'qstatilishi yoki qayta hisob kitob qilinishi mumkin. Chunki u mamlakat hududida doimiy yashash talabini buzgan hisoblanadi. Agar o'zarli sabablar davolanish, yaqin qarindoshini ziyorat qilish kabi bilan reja bo'lganini isbotlay olmasa, muammoga duch kelishi mumkin. Ish staji va daromadlar haqidagi ma'lumotlar. Pensiyaga chiqqandan so'ng ishga joylashgan yoki qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lgan pensionerlar o'zgarishlarni pensiya jamg'armasiga xabar berishlari shart. Ba'zi pensiya turlari uchun ishlayotganlik yoki qo'shimcha daromadda olish pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Misol, Farg'ona viloyatida yashovchi 15 yilda tugilgan Dilfuza aya u pensiyaga chiqqach xususiy korxonalardan birida yarim stavka hisobchi bo'lib ishga kirdi. Lekin bu haqida pensiya jamg'armasiga ma'lumot bermadi. Endi soliq idoralari ma'lumotlari pensiya jamg'armasiga avtomatik tarzda yetib boradi va uning ishlayotganligi aniqlanadi. Agar uning pensiya turi ishlovchi pensionerlarga nisbatan cheklovlar nazarda tutsa, unga ortiqcha to'langan mablag'lar qaytarilishi talab qilinishi yoki pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Vafot etganlik holatlari, afsuski, ba'zan pensioner vafot etganidan keyin ham uning pensiyasi olinayotgan holatlar uchraydi. Bu ko'pincha yaqin qarindoshlar tomonidan amalga oshiriladi. Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari FHDyo ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasi bilan integratsiya qilinadi. Misol, Samarqand viloyatidan 1948 yilda tugilgan Nodira buvi 9 yil noyabr oyida vafot etgan. Uning o'g'li shu paytgacha onasining plastik kartasidan pensiya pulini yechib olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatib kelgan. Yangi tizim FHDyo ma'lumotlari bilan taqqoslanganda Nodira buvining vafot etganligi aniqlanadi. O'g'liga nisbatan nafaqat ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talabi qo'yiladi, balki firibgarlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Nogironlik guruhi va muddatlari, nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyalari TMEK qusulosalari muntazam ravishda yangilanib turishi kerak. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tilmagan bo'lsa, pensiya to'lovi to'xtatiladi. Misol, Namangan viloyatidan 1960 yilda tugilgan Karim aka ikkinchi guruh nogironi sifatida pensiya olgan. Uning nogironlik muddati 2020 yil avgustida tugagan, ammo u o'z vaqtida TMEKdan qayta ko'rikdan o'tmadi va bunga e'tibor bermadi. Pensiya jamg'armasi bazasi TMEK ma'lumotlari bilan taqqoslanganda Karim akaning nogironlik muddati tugaganligi aniqlanadi va uning pensiya to'lovi to'xtatiladi. Qayta ko'rikdan o'tib nogironlik muddati uzaytirilmaguncha u pensiya ololmaydi. Media vositachilarning mavjudligi ba'zida pensiyani uchinchi shaxslar ishonchnoma asosida olib turishadi. Bu holatda ishonchnomaning haqiqiyligi, muddati va pensionerning tirikligi tekshiriladi. Misol, Jizzax viloyatida yashovchi 1930 yilda tugilgan Solida buvi kasalligi tufayli pensiyasini o'g'li tomonidan ishonchnoma asosida olib keladi. Bu ishonchnomaning muddati o'tgan yoki Solida buvining sog'ligi pensiyani olishga to'sqinlik qiladigan darajada o'g'irlashgan bo'lsa, tekshiruv jarayonida bu holatlar aniqlanadi. Pensiya to'lovlari to'xtatilishi va pensiya jamg'armasi vakillari pensionerning holatini shaxsan tekshirishlari talab qilinishi mumkin. Kimlar savotirlanishi kerak? Yashash joyini o'zgartirgan, ayniqsa xorijga uzoq muddatga ketgan va bu haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermaganlar. Tantada pensiyaga chiqqandan so'ng ishga joylashgan yoki tadbirkorlik faoliyatini boshlagan, ammo bu haqida ma'lumot bermaganlar. Nogironlik pensiyasi oluvchilar agar nogironlik muddatini uzaytirish uchun o'z vaqtida TMEKdan qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsalar, vafot etgan yaqinining pensiyasini bilib turib olib kelayotganlar, pensiya hujjatlarida nomuvofiqliklar, noto'g'ri ma'lumotlar yoki imloviy satolar bo'lganlar, masalan familiya yoki ismda sato, tugilgan sanada farqlar. Bu holatlar odatda pensiya jamg'armasi va FHDyo ma'lumotlari o'rtasidagi farqlar natijasida aniqlanadi. Kimlarga savotirlanishga hojat yo'q. Pensiya hujjatlari to'liq tartibda bo'lgan barcha o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bergan pensionerlar. O'zbekiston hududida doimiy yashovchi va ishlamaydigan pensionerlar. Nogironlik pensiyasi oluvchilar agar ular muntazam ravishda TMEKdan qayta ko'rikdan o'tib, nogironlik muddatini uzaytirgan bo'lsalar.
barcha ma'lumotlari rasmiy bazalarda to'g'ri aks etgan va pensiya jamg'armasi bilan hech qanday muammosi bo'lmagan fuqarolar. İkinci asosiy qism qoidalardagi istisnolar, tuzoklar va noaniq nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi pensiya tizimida ham ayrim istisnolar, e'tibor berilishi lozim bo'lgan tuzoklar va ba'zida tushunarsiz tuyulishi mumkin bo'lgan noaniq nuanslar mavjud. Istisnolar saktana manatijit makasasana uzoq muddatli davolanish uchun chet elga ketganlar. Agar pensioner uzoq muddatli davolanish uchun chet elga chiqqan bo'lsa va buni tasdiqlovchi hujjatlarga, tibbiy sulusalar, kasallik soni ma'lumotnomalari ega bo'lsa, uning pensiya to'lovi to'aqstatilishiga asos bo'lmaydi. Lekin bu haqida oldindan pensiya jamg'armasini xabardor qilish va tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish shart. Misol, Toshkentlik 1940-yilda tug'ilgan o'lim aka yurak kasalligi tufayli Germaniyada jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun chet elga ketdi. U ketishdan oldin pensiya jamg'armasiga barcha hujjatlarini taqdim etdi va sababini tushuntirdi. Bunday holatda uning pensiyasi uzluksiz to'lab boriladi, chunki u qonuniy sabab bilan mamlakat tashqarisida bo'lgan edi. Ma'lum turdagi pensiyalar, ba'zi pensiya turlari masalan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, agar qonun bilan belgilangan shartlar bajarilsa, yoki maxsus xizmatlari uchun beriladigan pensiyalar shaxsning ishlayotganligiga qaramay to'lanishi mumkin. Bu pensiya turiga qarab farq qiladi va har bir holatda qonunchilikka murojaat qilish lozim. Misol, vafot etgan erining pensiyasini o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi sifatida olib kelayotgan 1960-yilda tug'ilgan Shahnoza opaning daromad manbai paydo bo'lsa ham uning pensiya to'lovi to'xtatilmasligi mumkin agar uning pensiya turi qonun bilan belgilangan me'yorlarga mos kelsa. Lekin bu holatda ham daromad manbai haqida ma'lumot berish zarur. 3. Yaqin qarindoshlarning agar pensioner kasalligi sababli mustaqil harakatlana olmasa yoki hujjatlarni to'play olmasa, uning yaqin qarindoshlari, farzandlari, nabiralari belgilangan tartibda ishonchnoma asosida yoki vasiylik organlari ruxsati bilan uning nomidan harakat qilishlari mumkin. Lekin ishonchnoma notarial tasdiqlangan va amalda bo'lishi shart. Misol, Qashqadaryolik 1973 yilda tug'ilgan Safar bobo yotoq holatida bo'lganligi sababli uning pensiya masalalari bilan nabirasi Gulruxsor shug'ullanib qiladi. Agar Gulruxsor Safar bobodan notarial tasdiqlangan ishonchnomaga ega bo'lsa va bu ishonchnomaning muddati o'tmagan bo'lsa, u pensiya jamg'armasi oldida bobosining manfaatlarini qonuniy himoya qila oladi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bir de tadiyem dedip ama distemya nema çastas matrabasıtız men hüccatlardagi maydan o muvafiklikler familiya yoki ismdagi bir harflik fark tug'ilgan sanasidagi aralashuvlar masalan pasportda 1950 yil mehnat daftarchasida 1901 yil kichik tuyulishi mumkin ammo ular pensiya jamg'armasi bazalari bilan avtomatik taqqoslashda katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu holatlarda tekshiruv tizimi shaxsni to'g'ri identifikatsiya qila olmasligi va pensiya to'lovlarini vaqtinchalik to'xtatib qo'yishi ehtimoli bor. Bu holatda shaxs hujjatlarni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjatlar, tug'ilganlik haqida guvohnoma, arxiv ma'lumotnomalari talab qilinadi. Misol, Buxorolik 1940 yilda tug'ilgan Komil akamning pasportida ism Komiljon deb yozilgan, lekin mehnat daftarchasi asittasida Kokta sekta Komiljon aka azakchitta septa seta da seta sedeb notogri yozilgan. Shu kichik farq tufayli tizim uning ma'lumotlarini to'liq moslashtira olmasligi mumkin. Natijada Komil akadan qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi yoki uning pensiyasi vaqtincha mumkin. Ini vaqtinchalik yashash joyi. Agar pensioner vaqtinchalik yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, masalan yozgi mavsumda qishloqdagi qarindoshlarinikida yashasa, bu pensiya jamg'armasiga xabar berilmasligi mumkin. Lekin yangi tizim shaxsning doimiy ro'yxatdan o'tgan joyi va real yashash manzili o'rtasidagi farqlarni aniqlay oladi.
bu holatda tushuntirish berish talab qilinishi mumkin. Ana dagam qazim ba domatsayda. Misol, so'razimlik 1978 yilda tug'ilgan Gulnora aya yozda nabiralarinikida yashash uchun Toshkentga kelib, bir necha oy shu yerda yashagan. Uning doimiy manzili So'razimda qolgan. Agar uning vaqtinchalik yashash joyi haqidagi ma'lumotlar pensiya jamg'a armasiga yetib borsa, undan tushuntirish talab qilinishi mumkin. Umuman olganda bu holat pensiyaga ta'sir qilmasligi kerak, ammo agar u pensiya jamg'a armasi isodimlari bilan uchrashish uchun chaqirilganda u buni tushuntirib berish kerak. Tin, bankdagi faollik. Ba'zi holatlarda pensionerning bankdagi hisob raqamlarida juda katta miqdordagi kutilmagan kirimlar bo'lsa, bu ham tekshiruv obyektiga aylanishi mumkin. Bu holatda pul mablag'larining manbai qiziqish uyg o'tishi mumkin. Ayniqsa agar bu mablag'lar pensionerning rasmiy daromadlaridan keskin farq qilsa. Misol, Andijonlik 1950 yilda tug'ilgan Davron amakining hisobiga bir necha oydan beri har oyda 10 necha aza endendip matapta kvasinchit ometa chit det 15 million so'm kirib keladi. Bu mablag'lar uning farzandlari tomonidan yuborilgan bo'lsa da bank tekshiruvlari pensiya jamg'armasiga bu ma'lumotni yetkazishi mumkin. Bu holatda Davron amakidan bu pullarning manbai haqida tushuntirish talab qilinishi mumkin. Asosan bu uning pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi, lekin har qanday daromad manbai bo'yicha shaffoflik muhim. 14. Maxsus ma'lumotnomalar. Ba'zi pensionerlar masalan uyda parvarishlanuvchi nogiron yoki keksalar maxsus ma'lumotnomalar asosida ba'zi imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. Bu ma'lumotnomalarning amaldagi holati ham tekshiriladi. Misol, 1939 yilda tug'ilgan Zahro buvi yolg'iz yashaydi va unga ijtimoiy iqtisodiy biriktirilgan. Ijtimoiy xizmatlar markazidan berilgan ma'lumotnomalar pensiya jamg'armasi tomonidan tekshiriladi. Agar Zahro buvining ahvoli o'zgargan bo'lsa yoki ma'lumotnomalar muddati tugagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotlarni yangilashni talab qilishi mumkin. Muhimi, har qanday vaziyatda shaffoflik va o'z vaqtida ma'lumot berish juda muhimdir. Agar sizda yuqorida sanab o'tilgan holatlardan biri mavjud bo'lsa, harakat qilish vaqti keldi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? So'sh endi eng muhim qismiga o'tamiz. Agar siz 1930-1965 yillarda tug'ilgan pensioner bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz shu yosh guruhiga kirsa, nima qilishingiz kerak? Bu tekshiruvlardan muvaffaqiyatli o'tish uchun quyidagi aniq qadamlarni bajaring. Bir hujjatlaringizni tekshiring va tartibga keltiring. Pasport, amaldagi pasportingizda familiya, ism, ota ismi, tug'ilgan sana va joyida qisqato yoki muvofiqliklar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Agar mavjud bo'lsa, zudlik bilan pasport stoliga murojaat qilib tuzattiring. Pensiya guvohnomasidagi ma'lumotlar pasportingizdagilar bilan to'liq mos kelishiga e'tibor bering. Mehnat daftarchasi. Agar sizda pensiya tayinlanishida mehnat daftarchasidagi yozuvlar asos bo'lgan bo'lsa, undagi ma'lumotlar ham to'g'ri ekanligini tasdiqlang. Har qanday sato yoki noto'g'ri yozuvlar bo'lsa, avvalgi ish joyingiz yoki arxiv muassasalari orqali tuzatish kiritishingiz lozim. Naqadar tadi umam iyichat atamana maq nikoh yoki ajrim guvohnomalari agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, ayniqsa ayollar uchun tegishli nikoh yoki ajrim guvohnomalari mavjudligini tekshiring. O'lim guvohnomalari agar oila a'zolaringizdan kimdir vafot etgan bo'lsa va bu sizning pensiya miqdoringizga ta'sir qilsa, ladatcha madadavala dadan masalan dadadaganan badantaladan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, olim guvohnomasi mavjudligiga ishonch hosil qiling. Nogironlik haqida ma'lumotnoma TMK. Agar siz nogironlik pensiyasi olsangiz, TMK sulhsasi muddati o'tmaganligini va barcha ma'lumotlar to'g'ri ekanligini tekshiring. Agar muddati tugagan bo'lsa, zudlik bilan qayta ko'rikdan o'ting. Pensiya jamg'armasini xabardor qiling agar o'zgarishlar bo'lsa. Agar siz pensiyaga chiqqandan so'ng ishga joylashgan bo'lsangiz, bu haqida pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar bering. Ishga joylashganingizni tasdiqlovchi hujjat, buyruq nusxasi, mehnat shartnomasi bilan murojaat qiling. Agar yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilni pensiya jamg'armasiga ma'lumot bering va yangi ro'yxatdan o'tganingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim eting.
agar chet elga uzoq muddatga ketishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ketishdan oldin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va sababini tushuntiring. Bu sizning pensiya to'lovlarida uzilishlar bo'lishining oldini oladi. 3. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlari barcha hujjatlar bilan bevosita shu yerga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari. POKSJ pensiya bilan bog'liq ko'plab xizmatlarni, masalan pensiya turini o'zgartirish, ma'lumotnomalar olish, davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshirish mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz. Ba'zi ma'lumotlarni onlayn tarzda tekshirish yoki xabar berish imkoniyati ham mavjud. Ushbu portal orqali o'zingizning pensiya holatingiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. 4. Nimalarni yozish kerak? Agar sizda biron bir o'zgarish bo'lsa, ishga joy shajija chonda kili joyini o'zgartirish va hokazo pensiya jamg'armasi bo'limida tegishli shaklda ariza to'ldirishingiz yoki tushuntirish qisati yozishingiz talab qilinadi. Bunday arizalarning standart shakllari mavjud bo'lib, ularni jamg'arma xodimlari beradi. Siz ularni to'g'ri to'ldirishingiz va zarur hujjatlar nusxalarini ilova qilishingiz kerak. Agar sizdan ma'lumotnomalar talab qilinsa, ularni tegishli tashkilotlardan, masalan mahalla qo'mitasidan yashash joyi haqida, poliklinikadan sog'ligingiz haqida olib pensiya jamg'armasiga taqdim eting. Sanja vositachilar orqali harakat qilish. Agar pensionerning o'zi harakatlana olmasa, uning nomidan yaqin qarindoshi notarial tasdiqlangan ishonchnoma bilan harakat qilishi mumkin. Ishonchnoma muddati o'tmaganligiga va unda pensiya bilan bog'liq masalalarni hal qilish vakolatlari aniq ko'rsatilganligiga e'tibor bering. Agar pensioner vasiylikka olingan bo'lsa, vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar bilan vasi uning manfaatlarini himoya qilishi mumkin. Agar muammolar yuzaga kelsa, agar sizga pensiya to'lovlari to'xtatilganligi yoki qayta hisoblanganligi haqida xabar kelsa, vahima ko'tarmang. Darhol pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qiling va vaziyatni aniqlashtiring. Podeli tafsilotidagi najotda barcha savollaringizni yozma ravishda berishga harakat qiling va yozma javob talab qiling. Bu kelajakda ehtimoliy nizolarni hal qilishda sizga yordam beradi. Agar siz pensiya jamg'armasining qaroridan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga pensiya jamg'armasining viloyat bo'limi, adliya vazirligi, xalq qabul sonalari shikoyat qilish huquqingiz bor. Aziz do'stlar, bu tekshiruvlar asosan tartibga solish va adolatni ta'minlashga qaratilgan, qonun doirasida harakat qilgan barcha hujjatlari tartibda bo'lgan pensionerlar uchun savotirlanishga sabab yo'q. Ammo kimda kichik nomuvofiqliklar yoki o'z vaqtida xabar berilmagan o'zgarishlar bo'lsa, bugunoq harakatni boshlash zarur. Kechikish jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Sulosa va yakuniy chorlov. Demak, Aksulosa kelib aytganda 1930 yildan 1975 yilgacha tugilgan pensionerlar aprel oyidan boshlab yangi kompleks tekshiruvlarga duch kelmoqda. Bu tekshiruvlar raqamlashtirish va idoralararo ma'lumot almashinuvi orqali pensiya jamg'armasi bazalarini yangilash va pensiya Lobazala ovladanlatala indalantala damban takchit git patsari innoma muvofiqliklarni bartaraf etishga qaratilgan. Asosiy e'tibor yashash joy, ish staji, daromadlar, nogironlik muddatlari va vafot etganlik holatlariga qaratiladi. Agar sizning yoki yaqinlaringizning hujjatlarida tartibsizliklar bo'lsa, darhol tegishli choralarni ko'ring, barcha ma'lumotlarni tekshiring va pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qiling. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. O'z fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz siz uchun eng dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni muntazam ravishda taqdim etib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.